Ko'tara gapiring. olmaysiz, unisini qiziqmaysiz ham bo'ladi. Balki qayerdan bilasiz, pulim ko'pdir. Yo'q, buni manaman deganlar ham ko'tara olmaydi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Turishlari nechi pul akani? Men sizni kutib olgani chiqsam, siz turishlardan boshlayotgansiz. Endi bizga qiziqdi. Turishingiz nechi pul? Yuring, undan ko'ra chiqarib ko'rsataman. Bo'ldi, xo'p. Ichkarida gapirsa ham bo'ladi. Aka, endi bir boshdan boshlaychi nechi pul endi bu turishingiz endi? Endi kasbim shundan gapiradigan bo'lsa, el qatori shu $100, $150 oddiy chorsudan olingan. Yo'q, galstuchi. Boshqacha ekan. Bozor bu ham. Qaysi bozor? Chorsu xat bo'lardi boshqa. Oyoq kiyimizchi? Hammasi komplekt. Shu turish $300 gacha bormaydi. Demak, Xorazm gostinitsani turishiga nechi pul ketgan aka? Shundan Ko'tara gapiring. olmaysiz, unisini qiziqmaysiz ham bo'ladi. Balki qayerdan bilasiz, pulim ko'pdir. Yo'q, buni manaman deganlar ham ko'tara olmaydi. Eng arzon model nechi puldan Eng boshlanadi? arzon nomer 850 ming so'm bitta odamga, ikkita odamga bo'ladigan bo'lsa 1 million 100 so'm bo'ladi. Menga skidkasi bormi? Qancha? Skidka agar sizni nomingizdan kelganlarga skidka bo'ladi обязательно. Mani nomimdan kelganlarga. Sizga yo'q. Lekin sizni turishingiz lekin men gostinitsaga соответствие qilmayapti-da aka. Endi nima deysiz, xizmatchilik shu. Shunaqada. Nima ish qilasiz bu? Bu yerda generalniy menejer, gostinitsa управлять qilamiz. Hamma nima savollar bo'lsa, hammasi через bizga o'tadi. Shunaqa narsa. Demak, aka, generalniy menejer ekanlar bu yerda. O'zlarim turishlarim juda qimmat deb o'ylardilar. Menimcha o'zingizlar hisoblab qo'yasiz. O'rtoqlar, podpiska bosishni unutmang. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Mehmon qilarsiz endi. Ketdik, yuring ovqatlanamiz.